Xo'p do'stlar, charchamayapsizlarmi? Keyingi obyektimiz uyimiz. Video olishdan maqsad shuki, o'zimga esdalik qoladi. Doim aytaman, videolarim ko'pida aytganman. Kimdir uy solmoqchi bo'lsa, shu odamga maslahat ham ko'ryazma. Ayvonli solaymi, ayvonsiz solaymi deganlarga bir ko'radida, uyni proyektini qanaqa tushgan, necha metr tushgan, pol qoqsammikin, yoki qo'ydirsammikin, laminat qilsammikin, parket pol qilsammikin degan odamlarga bir maslahat, pol qilishga maslahat beriladi. Uylar shunaqa chekli hovli uy bo'lsa, ko'rib turibsizlar akalar. Video davomida qo'limdan kelgancha tushuntirib o'taman adminlarimni. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yaxshimisizlar? Keyingi obyektimiz pol qoqilyapti. Akalar, adminlarimni bitta aytib chiqaman. Mana bu 460 lik uyimiz. 460 ga 350. Hamma uyimizning eni 350 bo'ladi. Eni bu uy ham bir xil 460 lik uyimiz. Eni 3,5. Ko'ryapsizlar obyektni. Uzun mana koridor bo'lgan, mana shu. Koridor bo'lgan. Mana akalar, ko'rib turibsizlar. Bu uyimiz 7 metrlik uy. Uzuni 7, eni 3,5 bo'lgan. Eni 3,5. Polli taxtalarimiz. Qalinligi 2 cm chiqadi. 1,9 2 cm chiqadi. 4 metr 3 metrlik polli taxtalar qo'yapmiz. Mana bu yerdan bu uyimiz 5 metrlik. Bu uy 5 metrlik, eni 3,5. Ayvonimiz. Anaqasi uzun koridor ketgan. Xo'p, lagalarda oralig'i 46 dan tezilyapti. 7 ga 10 turgan. Mana eni 3,5 14. Akalar ko'rib turibsizlar, mana. Bil yopilgan. Bilmasa o'tgan yili kuzda yopilgan. Böyle laxta tushyapti. 60 cm laxta tushyapti. 4,5 xonada. Chegasiga beton ustiga bunaqa to'sinlarda oshchasini qo'yib, mana ko'rsatay. Mana bularga 14. Azizlar, eni 14. Qalinligi 3,5 4 cm. Lisvak taxta, lisvak rossiyskiy taxta. Yoki poni qo'yib ustida qo'yganmiz. O'rtada bitta horisi bor. Tagida beton qo'yilgan. Beton qo'yilishining sababi uzun. Mana shebin tosh cho'kadi, pastga bu yoqqa qimirlaydi. Biz g'isht qo'yib ustiga narsa, ustiga qo'yib mana horimizni ya'ni mana lagani tortsak, chunki ketib qolishi mumkin. Beton siljimaydi, yaxshi mustahkam bo'lgani uchun betonni qo'yib ustiga bunaqa pona qo'yib, ustunchalar qo'yib lagani teramiz. Hamma tomondan ko'rsatyapman uylari. Dorozadan chiqarishga keng dolali chaylar, tolalik. Akalar, manzaraga baho berib qo'yasizlar. O'ta zo'r joylar, bizning legendamiz Nexia 1. Qishloq joylarda bu yerlar.